Ba'zi poyabzal sotuvchilari xaridorlarni qanday qilib aldashadi? Ko'pincha o'zimizdan chiqqan haqiqiy teri poyabzallarni Turkiyaniki yoki Italiyaniki deb sotishadi. Yoki sun'iy teridan bo'lgan poyabzallarni haqiqiy teri deb sotib yuborishadi. Biz esa bularga aldanmaslikni ko'rib chiqamiz. Demak, avvalambor o'zimizda ishlab chiqarilgan poyabzallarni chet elniki deb sotishlarining asosiy sababi bu o'zimizda. O'zimizning chet elniki yaxshiroq degan stereotipga ishonishimizdadir. Shuning uchun hattoki ishlab chiqaruvchilar ham brend pechat urayotganda Made in Italia, Made in Turkiya deb pechat urishadi. Demak, shuni unutmaslik kerakki, hozirgi kunda haqiqiy teridan bo'lgan erkaklar oyoq kiyimining 85-90% o'zimizda ishlab chiqariladi. Hattoki Turkiyaga eksport ham qilinadi. Xo'p, demak biz endi buni qanday qilib farqlab olamiz? Tasavvur qiling, mana bu o'zimizda ishlab chiqarilgan haqiqiy teridan bo'lgan oyoq kiyim sizga Turkiyaniki deyishdi. Avvalambor podoshvasini tagiga ahamiyat qaratish kerak. Ko'p hollarda kosiblarning maxsus nomeri bo'ladi. Gelvi oq zapasda yozilgan 1, 2, 3 va hokazo. Agarda bu bo'lmasa, poyabzalni chetiga ahamiyat qaratish kerak, podoshvasini chetiga. O'zbekiston kosiblarining, ayniqsa Andijon kosiblarining bir uslubi bor. Kilayni bir oz balandroq, 1-2 millimetr podoshvadan balandroq surishadi. Bu ish mustahkam bo'lishi uchun. Va ishni hokandozini chetini ochib ko'rishni tavsiya qilaman. Shunda hokandozning tagida mana bunga o'xshash pushti, oq yoki sariq kartondan foydalanilgan bo'ladi. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan ishlar. Turkiya yoki Italiyaning mahsulotlari bo'lsa, qora kartondan yoki haqiqiy charmdan foydalanishadi. Endi ikkinchi masala, sun'iy terini haqiqiy teri deb sotishlar. Buning sababi sizni teri bilan sun'iy terini farqiga bormasligingizda. Bundan foydalanishmoqchi bo'ladi. Demak, farqini bilib olsak, bizni alday olishmaydi. Tasavvur qiling, mana bu haqiqiy teridan bo'lgan oyoq kiyim. Demak, birinchi farqlash uslubi hididan farqlisi bo'ladi. Haqiqiy teridan tabiiy qanaqadir hid keladi. Sun'iy teridan kimyoviy hid keladi. Xuddi yangi plastmassani hidiga o'xshagan shunaqa. Keyingi uslubi suv tomizib ko'rish mumkin. Haqiqiy teriga ozgina suv tomizib ko'rilganda suvni shimib oladi va dog' hosil bo'ladi. Keyin qurib ketadi. Sun'iy teriga suv tomizilganda suvni o'ziga tortib olmaydi. Xuddi bargning ustidagi injuvga o'xshab qatlam-qatlam bo'lib suv qoladi. Keyin ko'pchilik biladigan uslub bu olov yoqib ko'rish. Qaysidir joyga ozgina jajgalka bilan olov yoqib ko'rilganda haqiqiy terida kul hosil bo'ladi va kuyganda tabiiy hid chiqadi. Xuddi yong'oqni kuyganiga o'xshagan yoki yog'ochni kuyganiga o'xshagan. Sun'iy teriga o't yoqib ko'rilganda kul hosil bo'lmaydi. Xuddi plastmassa erigan singari tomchi hosil bo'ladi va kimyoviy hid keladi. Kimyoviy bir narsa eriganda keladigan hid keladi. Va yana bir uslubi mana bu terini mana bunaqangi bir joylariga qaralganda bir butun haqiqiy terligi bilinib turadi. Sun'iy terilarda qatlam-qatlam bo'lib ajrab turadi. Ya'ni sun'iy teri qanchadir yupqa materiallardan qatlam-qatlam qilib yopishtirilib hosil qilinadi. Bu bilan oddiy terining farqi bilinadi. Mana shunaqangi chok yurgizilgan joylariga qaralganda bilinadi albatta. Demak, asosiy farqlar shulardan iborat. Agarda kamchiliklar bo'lsa, siz bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lsangiz, kommentariyada yozib keting. Keyingi videolarda buni ulashamiz.